Assalomu alaykum YouTube kanali muxlislari. Men Tolipova Komolov Hurmatovna Ibrat Med klinikasi shifokori. Bugungi mavzuyimiz ko'p bemorlarimiz murojaat qilayotgan surunkali charchoq sindromi haqida bo'ladi. Kelayotgan bemorlarimiz orasida asosiy shikoyat surunkali charchoq. Ertalab turganimda charchoq bilan shuncha uxlasam ham charchoq bilan uyg'onmayman. Ozgina ish qilsam ham charchab qolyapman. Hansirash, kuchli charchoq hissi bemorlarimizni ko'p bezovta qilyapti. Buni surunkali charchoqning sabablarini aniqlashimiz kerak. Sabablari birinchidan bemorlarda kamqonlik bo'lishi mumkin, ya'ni gemoglobin miqdorining kamayib ketishi. Ikkinchidan vaqtida uxlamaslik. Asosan inson organizmida melatonin degan modda soat 10 dan boshlab soat kechki 1 gacha ishlab chiqariladi. Bizada insonlar nima qiladi? Ular gadjet bilan ovora bo'ladi, boshqa ishlar bilan, televizor bilan kech uxlashadi. Hozirgi eng sotsialniy problema shu. Kech uxlash. Melatonin miqdori ishlab chiqarilmagandan keyin bemorlar kuchli charchoq hissi bilan uyg'onadi. Chunki melatonin antistressiviy gormon hisoblanadi. Melatonin ertalab o'sha serotoninga aylanishi kerak. Serotonin bu baxt gormoni. Bizga kun davomida kuch beradigan, modda almashinuvini yaxshilaydigan gormon. Serotonin yetishmagandan keyin bemorlarimizda kuchli charchoq hissi, ayniqsa ko'p uxlasa ham ertalab charchoq bilan uyg'onishadi. Yana sabablardan biri pochkamizning zararlanishi, ya'ni surunkali buyrak yetishmovchiligida oqsil miqdori kamayib ketishi. Bemorlarda normada oqsil pochka orqali chiqib ketishi kerak emas. Pochka zararlangandan keyin shu oqsil miqdori kamaygandan keyin bemorlarda kuchli holsizlik seziladi. Vitamin D3 yetishmovchiligi bemorlarimizda hozirgi kunda vitamin D3 yetishmovchiligi dolzarb mavzu. Vitamin D miqdori 30 mikrogrammdan kam bo'lgandan keyin bemorlar surunkali charchoq hissini bizga jalba bilan kelishadi. Vitamin D3 miqdori kamligiga sabab biz ofisniy rejimda ishlaymiz, ertalab ishxonamizga kirib ketamiz, kechqurun o'sha quyosh kirib ketgandan keyin chiqamiz. Bu ham bitta sabab holsizlikka. Holsizlikka yana bitta sababi, hozir juda ham ko'p uchrayotgan sababi virusli infeksiya. Bu COVID bo'lishi mumkin, surunkali tonzilit, faringit, umuman gripp, ORV'da bemorlar virus bilan zararlangandan keyin organizmda kuchli intoksikatsiya holati kuzatilyapti. Buning uchun biz albatta o'sha qon tahlillarida limfositlar miqdorining oshganligini hisobga olib, virusga qarshi davo muolajalarini qilishimiz kerak. Yuqorida aytilgan simptomlar agar sizlarni bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta buni sababini aniqlash kerak. Kasallikni simptomidan ko'ra sababini davolash kerak. Chunki simptomlarni davolaydigan dorilar ko'p. Hozir aptekamizda dorilar ko'p. Ularni bemalol davolay olamiz, lekin sababi qolib ketsa, yana bu kasallik qaytalanish ehtimoli bor. Shuning uchun avval vitamin D3 yetishmovchiligimi bu yoki anemiyami yoki buyrak yetishmovchiligimi sababini aniqlab, sababini davolasak biz kuchli charchoq hissidan qutulamiz. Yuqoridagi surunkali charchoq sindromini davolash uchun avval bemorlar bilan suhbat o'tkaziladi. Surunkali charchoq agar kech uxlashdan bo'layotgan bo'lsa, albatta hamma gadjetlarni yig'ishtirib, vaqtida uxlashlikni 22:00, uzog'i 23:00 da uxlashlikni tavsiya qilamiz. Agar bemorda vitamin D3 yetishmovchiligi bo'lsa, vitamin D3 ni o'zini yoshiga qarab dozirovkada tavsiya qilamiz. Agar bemorda surunkali buyrak yetishmovchiligi yoki virusli infeksiyalar bo'lsa, ularga qator analizlar tavsiya qilamiz. Analizlarda agar haqiqatdan shu ko'rsatkichlar, ya'ni oqsil kamayishi yoki virusli infeksiya, limfositlar oshishi aniqlansa, bemorga dori-darmonlar bilan davolanishni tavsiya qilamiz. Agar bugungi mavzuyimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.
Agar shu mavzuda savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib murojaat qilishingiz mumkin.